o'tadi. Hovli uyimiz yer hisobida sotilyapti. Bu joyimiz hozir hovli uyimiz yer hisobida sotilyapti. Uglovoyda joylashgan, aynan dacha bor. Katta yo'l yuziga 400 metr oraliq masofa. Mahallan ko'ryapsizlar, tekis asfalt qilingan. Hovli uyimiz Bo'stonliq tumani Qoronqul qishlog'i, Erkin Vohidov ko'chasi 29-uyda joylashgan. Videoga bitta like bosib qo'ying, manzarani qarang, chiroyliligini yaxshilab qizartirib qo'ying. Hovli uyimizning ichkari qismiga kiramiz. Kirganimizda uzundan uzun darvozaxona. Bino inshootli ikkita tomonda bor ekan, bu tomonda ham, bu tomonda ham. Hovli uyimiz yer hisobida sotilayotganligi uchun bino inshootlarini ichini ko'rsatmadik. Olgan odam dacha qurib oladi. Bu tomonda ham mahalla o'tgan, bu yoqdan eshik ochib olsalar ham bo'ladi. Hovli uyimiz maydoni to'g'ri burchak. Aynan dacha qurgani yaxshi joy. Ikkiga bo'lib sotib olsalar ham bo'ladi. Xohlovchilarga shunaqa imkoniyat ham bor. Yer maydoni 784, hujjat video davomida ko'rib ketsanglar bo'ladi. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Narxini opisanda qoldiramiz. Videoga bitta chiroyli like bosib qizartirib qo'ying. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.